Ba'zi hodisalar rasmiy qayd etilgan, lekin ularga hali ham yakdil izoh yo'q. Hozir 7 tasini ko'rasiz. Oxirgisida eng ko'p bahs bor. 1977-yilda radioteleskop juda kuchli, qisqa radio signalni qayd etdi. U wow deb nomlanib ketadi. Eng sirli tomoni keyin qayta takrorlanmagan va manbasi aniq topilmagan. Norvegiyaning Hestalen vodiysida osmon chiroqlari o'nlab yillardan beri kuzatiladi. Eng qizig'i, loyiha doirasida asboblar bilan qaydlar ham bor, lekin yagona izoh yo'q. AQShning Taos hududida ayrim odamlar yillar davomida past chastotali g'ing'illashni eshitishini aytadi. 1993-yilda bu masala bo'yicha rasmiy tekshiruv o'tkazilgan, ammo manba hamma uchun aniqlanmagan. 1908-yilda Sibirdagi Tunguska hududida ulkan portlash bo'lib, millionlab daraxtlar qulagan. Krater yo'qligi va obyekt tabiati haqida hozirgacha turli ilmiy taxminlar bor. 1959-yilda Dyatlov dovonida ekspeditsiya a'zolari juda g'alati sharoitda halok bo'lgan va ish yillar o'tib ham bahsli bo'lib qolgan. Rasmiy qayta tekshiruvlar bo'lgan, lekin hammani qoniqtirgan yakun yo'q. 1518-yilda Strasburgda odamlar kunlab to'xtamasdan raqsga tushgani tarixiy hujjatlarda qayd etilgan. Nega bunday bo'lgani haqida esa hanuz turli nazariyalar bor. Aniq sabab yo'q. 1952-yilda Washington osmonida radarlarda noma'lum nishonlar qayd etilgan va uchuvchilar g'alati yorug'liklarni ko'rganini bildirgan. Shu qaydlar sabab hodisa hanuz bahsdan tushmaydi. Qo'shimcha faktlar va manbalar Telegram kanalimizda. Videoni saqlab qo'ying, do'stingizga yuboring va Sirli dunyo kanaliga hoziroq obuna bo'ling.